Assalomu alaykum, hurmatli muhojiratdagi Uyg'ur adabiyot yurishlik to'r darsining qizg'in ishtirokchilari. Bugun biz ikkinchi qismliq darsimizda Uyg'ur adabiyot tarixi bilan qisqacha tanishib chiqamiz. Oldingi qatimliq dars so'zligimizda adabiyot, xalq og'iz adabiyoti va yozma adabiyotdan iborat ikki cho'ng kategoriyaga aylandi. Bugun biz asosli Uyg'ur yozma adabiyoti, ya'ni badiiy adabiyot qismi bilan tanishib chiqamiz. Uyg'ur xalq og'iz adabiyoti bo'lsa, mif, afsona, rivoyat, cho'chak, doston, xalq latifalari, al-nag'machilik, latifalardan ibaret muşundaq yıllardan beri xalqimizningki eg'izi orqali yaratilib, eg'izi orqali tarqalgan doston shakldagi eg'iz adabiyotini ko'rsatdi. Yozma adabiyot bo'lsa, Uyg'urlar tarixda yezik ishlatishdan boshlab o'zininki his tuyg'u, fikr, tushunchalarini, tafakkurlarini adabiy bir shaklda yezik orqali ifodalab tarixda qoldirgandan beri bo'lgan adabiyot yozma adabiyot. Uyg'urlar tarix sahnasida mavjud bo'lib turgan yillardan beri nurg'ulg'an miflarni, afsona rivoyatlarni, cho'chaklarni, qissa dostonlarni, latifa, al-nag'machilik, cho'chaklarni yaratgan. Bunun misalida biz Uyg'ur xalq cho'chaklarini, Uyg'ur dostonlarini va qadimgi davrdagi O'g'iznamiga o'xshash, Dada Qo'rqutga o'xshash miflarni, afsonalarni ko'rsatamiz. Bizningki tarixiy eposlarimizdan, undan boshqa Pirchanki, Shiroq, Tumaris, Bo'kaxon, O'g'iznoma, Dada Qo'rqut qatorliq nurg'ulg'an tarixiy miflarimiz, afsona rivoyatlarimiz bizningki shu vaqtdagi real hayotga, turmushga, jamiyatga ve özümüzdeki e'tiqod qilayotgan diniy e'tiqodga mahkam bog'lanib ketgan afsona rivoyatlarimizdir. Ular orqali biz shu davrlarda yoki uzoq qadimki davrlarda Uyg'urlarningki qandoq yashaganligi, qandoq bir tushuncha engida ekanligi yoki diniy e'tiqodiningki o'zininki sosyal kultural hayotini qandoq ekanligi haqidagi qimmatli ma'lumotlarga shu afsona mif rivoyatlar orqali erisha olamiz. Yozma adabiyot bo'lsa, Uyg'urlarningki yezikni qabul qilgan 7-asr, 6-asrlardan boshlab qo'llanishga boshlagan yoki xotirlash qoldirgan adabiyotlardan iboratdir. Uyg'urlar hammaning ma'lum tunji qatim yashagan tarixiy to'proqlar hozirgi Tashqi Mong'oliya va Xitoy zaminidagi ichki Mong'ol to'proqlarininki bir qismi bo'lganligi uchun u davrlarda ishlatgan Uyg'urlarning qadimki yezigi tarixda Urxun insa yezigi yoki Urxun turkchasi yoki Urxun Uyg'ur yezigi deb atalgan. Ana shu davrlarda Urxun silingi vodilarda yashagan Uyg'urlar shu davrdagi Urxun vodilarida o'zining nurg'un mangu toshlarni yezib qoldirgan. U mangu toshlardan Ko'ltikin mangu tashi, Bilgaqon mangu tashi, Mo'yinchir mangu tashi, Qorabalsog'in mangu tashi, Tayrat mangu tashi qatorliq nurg'ulg'an mangu toshlar bor. Biz navbatda nihoyat muhimligini sanab o'tdik. Ana shu davrda Uyg'urlarning tunji yozma adabiyotini shakllangan vaqti bizning mangu toshlarimizdir. Gerçi o mangu toshlarga bitgan yoziklarimiz, u yerdagi mazmunlar bugungi kunimizdagi badiiy adabiyotdan zo'r farqlansimi, lekin u asarlarning yoziq bilan qoldirganligi, u tekstlarning ahangdarining kuchliligi, ma'nosining cho'nqurligi, bizning hayotimizning shu davrdagi hayotimiz bilan zich birikib ketganligidek alohidliklari bilan bizningki yozma adabiyotimizningki eng dastlabki o'rnaklari va namunalaridan hisoblanadi. Milod 744-yili qurilgan Uyg'ur davlatidan 840-yili yiqilg'ich bo'lgan oraliqda bizga qolgan mangu toshlar, obidalar va tosh yoziqlari bulardan iboratdir. 840 yıl Uyg'ur davlati yıkılgandan keyin bir yıkılgan Uyg'ur davlatidan yana mustaqil bo'lgan 3 Uyg'ur davlati barpo bo'ldi. Bular hozirgi Xitoyning Gansu tuproqlarini markaz qilgan Ganju Uyg'ur davlati. Bir davlat bo'lsa hozirgi Turpan va Qumul markazlik Chu Itqut davlati. Uchinchi davlat bo'lsa Qashqarni markaz qilgan Qarxonilar davlatidir. Ayni davrdagi Quchu Itqut davlati va Ganju Uyg'ur davlatidan qolib qolgan yozma yodikorliklar va adabiy asarlar intayin ko'p bo'lib, bular asosan dinga oid badiiy asarlardir. Ko'pincha tarjim asarlari bo'lishiga qaramay, shu davrdagi Uyg'urlarning tilini o'z yezik orqali ifodalagan asarlardir. Bu asarlardan Budda asturlari, astronomiya kitoblari, falchilik, sehrgarlik, tibobat va badiiy adabiyotga oid intayin ko'p qo'lyozmalar bor. Undan boshqa Oltin Yoruq, Xuanzangning rasmiy tarjimali, Izop masallalari, Maytri Simit dramasi, ikki tekinning hikoyasi qatorliq shu davrlarda yozilgan va tarjim qilingan intayin isil badiiy yodikorliklarimiz bor. Bo'libmi tekinning hikoyasi, O'g'izxon dostoni, Turpan naqsh tekstlari qatorliq bu yozma yodikorliklarimiz shu davrdagi Uyg'urlarningki badiiy saviyasining qanchalik ekanligini, yoziqchilikda asldillah qalamining qanchalik pishgan, yoziqchilik an'anasiga qanchalik uzun bir tarixga ega ekanligini va o'zi har davrda o'zining adabiyotini, o'zining diniy e'tiqodiga, yashash tushunchasiga, o'zining jo'g'rafiyaviy muhitiga va real hayotdagi yashagan falsaf sistemalarga
qanchalik zich holda biriktirib yashaganligini biz bu asarlarning tili orqali bilalaymiz. Uningdan boshqa bizniki nihoyat muhim asarlarimizdan Chashtani Ilibey dastoni, Iriq bitik dediğimiz Palname, Oltun Yaroq, Tekinning hikoyasi, Maytri Smith dramasi qatorliq asarlar bor. Bo'libmi bu davrda nihoyat muhim o'rin tutgan Maytri Smith dramasi bilan ikki Tekinning hikoyasi. Ular o'ziniki syujet qurilmasining murakkabligi, voqealigining qiziqarligi, ifodalash shaklining o'zgarchiligi bilan Uyg'ur adabiyotida alohida o'rin tutadi. Gerçi Maytri Smith dramasi sanskritchadan tarjima qilingan bir drama bo'lsa-mu, aslidagi Maytri Smith dramasininki parda ko'rinishi 9 bet. Ayni davrda Uyg'urlar uni tarjima qilish jarayonida 16 pardalik bir dramaga o'zgartgan. Ya'ni o'zining shu diniga bo'lgan tushanchisini, shu dramaga bo'lgan o'zining estetik zavqini va badiiy his tuyg'ularini 7 parda ko'rinishni tarjima qilish jarayonida qo'shish orqali 16 pardalik bir dramaga aylantirgan. Shunglashqa biz bu dramani yalla Uyg'ur adabiyoti tunji drama bo'lish sifati bilan hem tercüme kılıngan hem Uygurlar tarafidan qayta yazılgan tercüme deb qaraymiz. Yani bu davrda Qo'chi Itqut davrida bizningki yazma Uyg'ur edebiyotimizga bilingan tunji shoir Aprinchor Tekindir. Aprinchor Tekinniki bizga yetib kelgan she'rlar unchalar ko'p emas, faqat va faqat bir varaq qog'ozga 4lik murabba shaklida yozilgan 3 kuplet she'ri bizga yetib keldi. Aprinchor Tekin bizningki yazma yodikorliklarimizda, yezakchi edebiyotimizda Uyg'ur edebiyotida, Uyg'ur edebiyot tarixida bilingan tunji shoirdir. Aprinchor Tekindan boshqa yana Atsang, Keki, Chivsuya Tutong, Qalim Keyshi, Sillir Tekin qatorliq shoirlarimiz Qo'chi Itqut davrida o'tgan bizningki dangliq shoirlarimizdir. Bulardan bizga nurg'unlig'a yazma yodikorliklar qolgan bo'lib, bu yazma yodikorliklar Turpan naqsh tekstlari va nurg'unlig'an Turpan vasiqalari qatorida dunyoning har qaysi taraflarida bo'libmi Shvetsiya, Germaniya, Fransiya, Rossiya va Xitoyninki Beyjing kutubxonasi markazidagi asosli shu chet ellardagi kutubxonalarda ko'p saqlanib qolgan bo'lg'achqa bizdagi bilinish ahvoli va tadqiqot ahvoli xalqimizga unchalar tonish emas. Lekin bu shoirlar shu davrdagi Uyg'ur adabiyotini tutib apmangan, rivojlantirgan, bizga qimmatli asarlarni bergan bizningki shu davrdagi atoqli yozuvchilarimizdir.